Ibrohimova. Uzr ustoz, yangi kelinman-ku. Sohir turib ko'chalarni supurdim-da. Ha, mayli, tenging chiqqanda eriga tegib zo'r ish qilsan. Nasriddinov. Uzr ustoz, men ham yangi uylanganman-ku. Ya, oding o'char. Talaba holinga jirt etib uylanib balo bormidi? Qiz bola talaba payti erga tegsa zo'r ish qilsan. Talaba bolalar uylansa jirtillagan bo'lar ekanda. Sahar turib supurganimizni suv sepib berdim. Endi shunga men o'ynamay masku men. Ustoz, menga javob bering. Uyda tug'ilgan kun bor edi. Endi o'z tushunasiz-ku, erim urishatdi. Ha, bo'pti, borag'ay qizim. Rahmat. Ustoz, menga ham javob bering. Bizakida ham tug'ilgan kun bor-da. Hech kimga javob yo'q. Hozirgina parvardachiga javob berdingiz-ku. A, uni eri urishadi. Shu yeri menman-ku. Bugun kontrakt oxirgi kun qaydan pul topaman? 10 kundan keyin imtihon sessiyani qanday yopaman? Ya, endi 3 kishi ikkita stipendiyaga qanday yashaymiz? Uyga vazifa sotsiologiyadan mustaqil ish, iqtisoddan atributga yana nima edi? Ingliz tilidan konspekt. Ha, to'g'ri. Uyga kartoshka, piyoz, sholg'om, yana nima olish kerak edi? Tamal bilan sorimoy. Ha, to'g'ri. Ye, jo'rajon, erta to'yim o'tarsan. O'tgan yili bitirgan qizga uylanyapsanmi? Kanishni kursdoshingga uylansang, bitta rasxoting ikkita bo'ladi. Bitirganga uylansang, naborat ishlab, seni o'qitadi-da, jo'ra. Imtihonda ham, sessiyada ham 0 oladiganlar buni ichab paytda kallasi kompyuter olib ketadi. Men qanday adashdim, Shu uchun hamma bergan ovqatlarni yurmaslik kerak edi. Evil chuchcha.